Salom qizlar, kanalimga xush kelibsizlar. O'zini sevuvchi, go'zal, betakror va o'zlarini yuzini parvarish etadigan opa-singillarim kanalimda sizlarni ko'rib turgandan juda ham xursandman. Bugun men sizlar bilan zo'r bir krema распаковка etacakman va o'zimni o'zifimni aytib o'tacakman. Bu krem hozirda mashhur bo'lib turgan krem emas, bu toner mist spray. Bu hozir mashhur bo'lib turgan 345 kremni spray mist xilisi yuza увлажняющий toner yuzimizni увлажнять etib beradi hamda успокаивать etadi va yuzimizni уходов etib ham surtib yurishimiz mumkin yuzimizga. U как уходовый увлажняющий, как уходовый bo'ladi, успокаивающий bo'ladi. Xullas bu menga kechagi keladi. Men уже ochib ishlatib ulgurdim. To'g'risi, shuni ko'ribchikada keldi. Shunday. Tushunding? Cherda blombalar ham bo'ladi ekan. Men aytganimni akşam ochdim. Уже ishlatib ko'rdim sizlarga. Распаковочка hamda o'zimni честный отзывimni aytib o'taman. Hozir bugun bizda hali azon bilan yuzlarimni yuvib, hozirda sizlarga video olib turibman, что ko'rsatib o'tishim uchun. Tushunding? 345 degan aytganim гиалуроновый оксид hamda защитный барьер atadigan narsa bor ekan, pantenol bor ichida. Вот этот гиалуроновый оксид написано. Bu hozirda meni tushunganlarim shu narsalar bo'ldi. Xullas, ana Relief Cream Mist deb aytilgan. Bu 345 kremni mist xilasi, yuza sapadigan spray xilasi. Akşam ishlatib ko'rdim. Sizlarga aytsam, juda ham zo'r ekan. Buni sapganlaringizdan keyin yuzlaringiz prям увлажняющий va yuzlaringizni yaldiratib beradi ekan va yuzlaringiz yumshoq hamda такой nima desam, silliqqina bo'lib qoladi ekan. Buni sepganlaringizdan keyin men hozirda eng birinchi o'rinda yuzimga kunda niacinamid surtaman. Bilasizlar, niacinamid bu bizani ordinaridan surtaman. Bu men eng yaxshi ko'rgan brendlarimdan biri. Buni уже 2-3 yildan beri ishlataman. Chunki menga juda ham yoqadi. Men o'ylayman, buni sostavi juda ham полезный va химический emas, более правильный sostav deb shita ketaman. Chunki bu Amerikada ishlab chiqarilgan. Bilasizlar, Amerikada bir narsa ishlab chiqarilishdan burun juda ham yaxshi proverkalardan, standartlardan o'tganidan keyin ruxsat beriladi ishlatib chiqarishga. Men shu aytganimni уже qaranglar, ozgina qolgan. Chunki men buni уже ko'p vaqtdan beri emas, yaqinda olgan edim. 2-3 oy burun уже qolmayapti. Shuning kunda xullas men shu niacinamiddan surtaman yuzimga. Chunki bu bizning mashinalarimizni oldini oladi, ko'payib ketishiga hamda poralarimizni yopib beradi. Xullas, shunday qilib kunda azonda har kuni surtaman yuzimga. Kechqurun esa hozir yuzimga uhod qilib yurgan narsam bu Selimaxdan retinol. Hozirda Selimaxdan retinolni ishlatib yuribman yuzimga. U ham juda ham zo'r, yaxshi foyda berdi. Unga ham obzor olib aytib tushuntirib beraman. Juda ham menga yoqdi. Mana bu Selimaxdan retinol ham. Retinol juda ham zo'r. Bunga ham video olaman, keyingi videolarimda aytib beraman. Agarda qiziq bo'lsa, albatta podpisatsiya, like, kommentariy yozib, nosib qoldirish esingizdan chiqmasin. Xullas, mana shunaqa qilib yuzimizga singdirib olamiz. Uni shunday qilib singdiramiz yuzimizga deb va keyin mana shu hozir sal qurib olishga ham vaqt berib, keyin mana shu endi yuzimizga sepamiz. Shuni qilib sepib surib olamiz yuzimizga. Yuzim juda ham yumshoq, silliq va juda ham anaqa bo'lib qoldi. Nima deydi uni? Silliqqina, yumshoqqina va mягкий, qanaqadir увлажненный yuzim bo'lib qoldi. Menga juda ham yoqdi, успокаивать qiladi ekan, chunki men buni kechasi kechqurun. Xullas qizlar, menga juda ham yoqdi. Men sizlarga bu videoni olishimdan maqsad sizlarning pullaringiz nima deydi, befoyda ketmasligi uchun, o'zimni честный отзывlarimni aytish uchun bu YouTube kanalini ochganman. Chunki men juda ham ko'p narsalarni sotib olganman. Juda ham ko'p emas, ayrim narsalarni blogerlarning reklamalari orqasidan sotib olib, keyin o'zimga ishlatib ko'rganimdan keyin menga to'g'ri kelmagandir yoki bilmayman, no ular aytgandek uncha zo'r bo'lmagan. O'shaning uchun meni честный отзывim, meni yuzim quruq va yuzim juda ham nima deydi,
sezuvchan yuzim va shu menga to'g'ri keldi. Agarda sizni ham yuzingiz quruq va sezuvchan bo'lsa, sizlarga men bu kremni sprey mistni tavsiya qilaman. Xullas, hammaga rahmat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr. Albatta menga like, podpisatsiya bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.